Do'stlar, sizlarga salom. Men o'sha Bekzod Minecraft. Bugun men maktabga borishim kerak. Hozir o'rtog'imni chaqirib olaman. Maktab ko'rinadi. Kichkinagina qishloq. O'rtog'imga boraman. Salom do'stlar. Yo'q, nima gap bo'ldi? Nima video olyapsanmi? Ha, video olyapman. Bo'lmasam hamma salom bo'ldi. Sizlar bilan DreamCMC. Va hozir biz maktabga boramiz. Ikkita bloger birga. Kitoblar olaylik, kech qolmaylik ana. Mana kitobni olmabman, to'xtab tur esimdan chiqib qoldi. Bo'ldi. Maktabda o'qitadigan bir o'ylaydi. Kitobim yana yo'qolib qoldi. Qayerga tushib qolishini Ruchkani ham olaylik, sendan chiqmadi. hop. Ketdik. Birinchi sentyabr. Soat o'rnatilib. To'g'ri topding. Zo'r. Kerak narsalar qo'yib qo'yaylik. Shkafga. Qanaqa narsa uyimda. Bo'ldi. Direktorning xonasiga kirasan, eshik yopibdi. Taq. Janob direktor, yaxshimisiz? Ha, Bekzod, keldingmi? Ha, keldim. Ha, bugun darslar boshlandi, bor tezroq darsga. Hop, hozir kiraman. Bo'pti. Hop, Nima bo'ldi, chiqdingmi? chiqdim. Ketdik darsga. Hop. Sen salomlashib kelmaysan? Yo'q, Hop. xonada. Ketdik, men orqamdan tezroq kir. Nima? Bayram bo'lyaptimi? Bayram bo'lyapti-ku. Bekzod, qanasan? Yaxshi do'stlar, o'zlaringchi. Hamma bitta xonada yeb. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Drit. Va Bekzod. Bugungi darsimizni boshlaymiz bo'lmasa. Bo'lmasa bugungi birinchi soatimiz ona tili bo'ladi. Mayli. Davay, qani ochsa. Bo'pti, xo'p. Nima hamma qishloqlarda oldi-soldiga. Ha, o'zi gaplashyapti shunami? Ha, mayli, ustoz unaqa. Bo'pti. Ustoz, hojatga chiqib kelsak maylimi Drit bilan? Mayli, tezroq kelish. Hop, Xona, siz oshxonada bo'lishingiz kerak edi. Ha, endi boshqa odam o'zimda turibdi. Ha, mayli. Hozir biz ustozimizni aldab ko'chaga chiqib kelamiz. Kompyuterxonaga bormaylikmi? Yo'q, bo'lib qolishadi. Ketdik uyimizga kirib chiqaylik. Bolalar, mani sirli xonam bor. Bu xonani asli hozir. Tezroq. Kirka hali bozordan sotib olmadim do'stlar. Maktabga men bomba olib boraman. Hamma o'ylab qo'yadi. Bitta qilich ham bunaqada ketdik do'stlar. Mana sizlar bilan Bekzod Minecraft obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Ketdikmi? Nima bo'ldi men? Ovqatlarim chiqyapti uyda. Tezda qonni ochaveradi, ochofat. Ketdik, bo'l. Hozir yana so'kiladi. Sen nima? Domlarning ortidan chiqib o'tding. Nima san chiqib olma. Ha, men просто javob so'radim. Bo'pti. Kirdik. Ustoz,
keldi o'tirsang maylimi? Ha, o'tirar. Rahmat. Sen nima qilasiz? Bugun Begzod turib chiqaring. Nima fel? Fe'l shaxs va narsaning ma'nosini anglatuvchi so'zlar fe'l deb ataladi. Yaxshi, o'tir. Xo'p, rahmat. Hop, bolajonlar, bugun endi Dreyd san turchi. Ot nima ot? Ot, minediot. Bugungi darsing ikki, o'tir chiqaring. Bo'pti, ustoz. Begzodga 5 ball. Dreydga esa 2 ball. Rahmat ustoz. Молодец. Dars tugabdi ustoz. Ha, chiqishga ham bo'pti-ku, mayli chiqinglar. Xo'p, rahmat. Maqsamiz endi. Qancha boramiz endi? Direktor davomiga kiraylik birinchi. Mayli kiramiz. Ketdi. Salom direktor. Ha, dars tugadimi? Ha, dars tugadi direktor. Sizga ertaga javob berasizmi? Nimaga edi? O'zi bugun birinchi sentyabr kun. Endi ertaga do'stimni tug'ilgan kuni edi, 30'da. Ha, ustoz, men tug'ilgan kunim Nurog'li direktor. Ha, mayli, ketishur. Senga xotirjam javob ketishur. Xo'p, rahmat. Ketdi. Yaxshi-da. Ya, Warqon, nima qilyapsan bitta? Ha, men javob so'ragachana chiqdim. Ha, mayli. Ko'rishamiz. Ha, ketdi. Qancha boramiz endi? Bizga boramiz. Aylanib yuramiz. Bu direktor juda ham yaxshi qildi, javob berdi. Xo'p. To'g'rilaymiz, ha, notebookni o'zimiz ishlab. Mayli. Qattiq ishlaymiz. Bilmadim. Qanaqa joy bu yana? Nima qilyapsan? Asfalt. Yarım tekizim, yarım gülüyorum onu. Kecham shu yapti-yu. Nima qilamiz endi? Ertaga ham javob so'radik. Xayrlashamiz ertaga. Mayli do'stlar, bo'lmasam sizlar bilan ikkita o'rtoq Begzod Minecraft va Dreyd MC. Hammaga xayr do'stlar, ikkinchi qismda ko'rishguncha. Xayr, sog' omon bo'ling. Uzr do'stlar, chiqib ketib qoldim. Xayr. Chiqib ketib qoldim.